Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Blenderman osындай 3D suyga saytmamiz. Bastayık. Icon ketdaymiz. Svet bilan kubda. Birinchi biz tekst alamiz. Qalagan so'zlarimizni yozamiz. Men degan dip deb yozaman. Kering degan ma'no. Endi biz shriftni o'zgartiramiz. Fontga kiramiz. Bundan qalagan shriftni tanlaymiz. So'ng o'rtaga qo'yamiz tekstni. Add modifierni bosamiz. Solidify. So'ng material. Ani 2'ga qo'yamiz. Ani 1'ga qo'yamiz. Suyatni astini terengitamiz. So'ng shadingga kiramiz. New material deymiz. Bunani keltirib tashlaymiz. Emission deymiz. Plus bosamiz. Bunda biz Color'dan Shift ani bosamizda o'shani tanlaymiz. Или poiskdan izlayuv bor. So'ng wave deymiz. Naqshlaymiz Color'ga. O'samiz. So'ng linear deymiz. Constant tanlaymiz. Shuni azaytamiz. Shuni istaymiz. So'ng shuni suzatamiz. Qarani ko'p qilamiz. So'ng ikkinchi material tanlaymiz. So'ng unda ketdaymiz. Emission. Shunda da Color'dan bosamiz. Color'dan chalg'aymiz emissionga. So'ng qitirda bosamiz. Qitirda yasamay tursa, u uchun edit kiramiz, preference'ga kiramiz. So'ng ularga not yozamizda. Not ranger topib turish kerak. Shunlar basayt. Buni ketib tashlaymiz. So'ng yozamiz. Onu yozamiz. Ben sürekli şimdi. Akışa düşüremiz. Vay. 45. Okuma 45 biz. Kışkini bulaydık. Kışkini bulaydığımız. Getir. Yüzüge salamız. Kuklamız. Koyun. Yan. Toz kuklamız. İşte burada. Nasıl bunda giremiz? Aslında fonu düzeltemiz. Sol setten de
Endi biz kamerani durustaymiz. Kamerani ortografga solib qo'yamiz. Shuni yaqinlatamiz. Buni bosamiz. Walk bosamiz. Kanalga kirip ketingler. Ondan sonra like'larni basıp ketingler. Assalomu alaykum.